10 noyabr 2025-yil soat 21:25 da Milliy TV kanalida Tozalovchi serialining 91 qismi namoyish etiladi. Bu sana tomoshabinlar uchun oddiy davom emas, balki yangi burilish bo'ladi. His-tuyg'ular portlaydigan, taqdirlar to'qnashadigan on. Tozalovchi allaqachon oddiy drama chegarasidan chiqib ketgan. Har bir sahna, har bir so'z o'z o'rnida, hech narsa bejiz emas. 91 qismda uzoq vaqt yashirinib kelgan haqiqat yuzaga chiqadi. Aynan shu pallada serial o'z kuchini namoyon etadi, insonning ichki kurashini, vijdon bilan bo'lgan jangini ko'rsatishda. Aktyorlar yana o'z cho'qqisida, ular matnni aytishmaydi, uni yashaydilar. Musiqa muhitga chuqur ma'no beradi, kamera esa yorug'lik va zulmat o'rtasidagi ziddiyatni yanada keskinlashtiradi, tashqi poklik ortidagi ichki og'riqni ochib beradi. Bu faqat izlarni tozalovchilar haqida emas, bu o'zini topishga urinayotgan insonlar hikoyasi. Har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor.